Dastavkalarimiz hali to'xtamadi. Bu ketishda menimcha ichkariga osh qolmaydi-yu. To'g'ralarni ham boshladik. Sog' bo'ling. Rahmat, charchamang. Salomat bo'linglar. Xo'p. Bu yerda 3 kilo beryapmiz hozir. Bizning 1 kiloyimizda 7 ta bo'lsa bo'ladi. Kiloyimiz 220 mingdan. Osh olgandan keyin bilasizlar buni bahosini. Har narsani ko'rgandan keyin bilinadi, yeb ko'rib baho berasizlar. Somsa tog'oraga 3 kilo suzamiz. Shu 3 kiloyimiz mana shunaqa uyilib chiqadi. Keyin o'sha go'shtlarimizni ham o'zimizdan qo'chqor go'shtlar. Chiroyli qilib butun qilib mana matalashkalarni qovurg'asiga o'tkazib beramiz, xudo xolasa kelaverasizlar. Maqtagan ruletimizdan bitta qo'yib yuboramiz mana. Go'shtini ko'rdinglar? Maqtaydigan osh bu. Mana shunaqa bedana tuxumlarni terib beramiz. Osh babrani o'zini ardozi bor-da, mana bedana tuxum ham istahani ham ochadi, xudo xolasa. Sal yaqinroq oling, ko'rsin buni xalq nima bo'layotganini bilsin. Mana holatni ko'rib turibsizlar. Stirishlarga o'rab chiroyli qilib sizlarga manzur qilib beramiz. 11da ochuvdik osh. Mana qozonimiz o'sha bo'shyapti, aka. Dastavkani o'ziga ketib qo'yapti. Baraka topsan, xalqimiz mazani tushunadigan xalq-da bu xalq. Mana o'sha hali ham shu manzildamiz. Haytek masjid Chilonzorda. Kelaverasizlar. 11:00da oshlarimiz tayyor bo'ladi.